Gaichi akalarimiz bu nomerni probit qilib, qaysi firmaga tegishliligini bilib olisha oladi. Lekin sizlar bu mashinani yon tarafiga qarasanglar, qaysi firmaga tegishliligini bilib ola olasizlar. E'tiboringlar markazida Gazel biznes avtomobili. Bu mashinaga biz reklamasini maksimal yoritib berganmiz. Klientimiz Instagramdan ko'rib kelibdilar, ikkita laboni reklamasini maksimal yoritib berganimizni, Gazel mashinasini olib kelishdi. Bu mashinaga ham biz reklamaligini maksimal yoritib berdik. Endi biz bu mashinaga nima ishlar qilib berganimizni video davomida tushuntirib o'tamiz. Oldi qismiga ahamiyat bermaysizlar, bu mashina bizdan chiqib to'g'ri Kastapravga boradi. Ko'rib turgan mashinalarga tent furgon xizmatini qilib berganmiz. Ahamiyat beradigan joyi bortimiz olib tashalganda tegigacha tent tortganmiz, reklamalarni tentga pechat qilib urib berganmiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, ikki tabaqali darvoza bo'lgan, seriyali kapondan qilib berganmiz. Chetidagi rezinkalari oldin qora bo'lardi, biz uni ham seriy qilib, hamma orqa tarafini seriy qilib berganmiz. Zashtikalarni ham rangi xuddi o'sha rangdan bo'lgan, reklamalarni, brendligini zashtikaga ham urib berganmiz. Eshikda ham ko'rishinglar mumkin.